Bugungi bilan mana shu o'tlarni tozalash va ertaga bega mana bu shag'allardan tarib bega stasha qo'yish. Bugungi plan shu bo'lyapti. Hozir mashinani tozalab, yo chopaman yo uylaman. Madaniyat yo'qdan orqasidan men ham kechib qolaman shekilli. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, like bosasizlar, do'stlar, repost, komment bosib yuborasizlar. Hammasi boshladik. Ertalabdan syomkaga chiqdim o'zi bozorga, yakshanba bozor, mol bozoriga chiqdim. Mol bozorda mollarni syomka qilish kerak edi, syomkani qildim. Va undan keyin uyga qaytdim. Uyga kelsam, keyin yana bir reys Murviyada ish qildim. Murviyada ish qildim. Keyin uyga keldim. Peshim vaqti bo'ldi. Peshimda o'qidim va ayam ish yurib qoldi. Senga ish tayyorlab ketgan. Amakini uyda o'tlar yurib, biton qo'yishni tayyorlashing kerak ekan dedi. Va men shu zahoti opani video olgani esimga tushib ketdi. Men ham kontent olaman dedim-da. 1 million prosmotr ko'zimga ko'rinib ketdi. Va shundan keyin boshladim men ham o't uylayapman. Kamerani o'rnatib oldim. Keyin o't yurishni boshladim. Voy, temir tikan oyog'imga kiravurdi, zeriktirib yubordi meni ishini oyda. Temir tikanni faqat qishloqdagilar biladi xolos. Shahardagi akalarimiz, hech qachon otalarimiz temir tikan nimaligini hech qachon bilmayotib ketsa kerak. Va xullas, o'tda qo'lda ozgina yurishga harakat qildim. Qo'llarim achib, bir narsalar bo'lib ketgan. Yonimda tog'im menga yordamlashdi. 3 ta tog'im bor. Uchalasi ham mehribon. Birinchisi tuxum bergan, ikkinchisi go'sht degandek tavlarimni yonimga chaqirib olib, birga tozalashga harakat qildik. Va shu yerda oxiriga yetkazdim va nihoyat ishim tugadi. Do'stlar, hamma yo'qlarni qo'linglarda. Shu video 24 soat ichida 50 mingta prosmotr yig'adigan bo'lsa, sizlardan like, kommentariy yozadigan bo'lsanglar, xudo xohlasa shu video davomini ishlayman va boshqa ishlarimni ham ko'rsataman. Like, kommentariy, post jo'natib olishni esdan chiqarmanglar.